Manzara cho'tki, mana bitta gullarni hidi kelyapti. Nastaringa o'xshagan qanaqadir mayin shirin hid. Zo'r joylar. Qorovullar ham yuribdi. O'zingizlar anaqadan o'qib olasizlar ma'lumotni. Internetdan olib Notre Dame degan joy bor. Zo'r joy ekan lekin. Havosi cho'tki ekan. Toza. Hali ichkariga ham kiramizda, ko'rasizlar. Butun Marsel ko'rinadigan eng baland joy ekan shu. Boya mana shu pastda turib video qildim. Videolar nima qilganman? Rasmlar, videolar. Kelish kerak bo'lgan joylardan biri ekan qisqasi. Chevrolet deyarli yo'q. Mashinalardan. Mashinalari urilgan, surilgan, qizig'i yo'q, qaramas ekan ko'pincha. Akkuratni haydaydiganlari ham bor. Musulmonlar ham ko'p ekan. Tunisdan, yana Marokkodan, allaqatlardan kelgan musulmonlar ishlar ekan. Taksist bo'lib, bir nima ishlarda ko'p uchratdik turistlarni olib beradigan nimada. Shunaqa videoda juda chiroyli ko'rinmasa ham hayotda chiroyli ekan. Tiniqda mana uzoqqa qarasanglar anaqa yo'q. Chang, g'ubor bir nimasi yo'q. Lekin ozgina nam havo bo'lgani uchun juda ko'p emas, ozgina nam havo. Hozir turistik vaqt. Hamma turistlar keladigan, endi boshlangan payt turistlarni. Shunaqa zo'r ekan. Chaykalar uchib yuradi, qanaqadir qushlarning ovozini eshitib turibmiz. Bizda bunaqalar yo'q lekin. Mana shu hududda nimalarda endi tabiati, yovvoyi tabiati deydi. Chaykalar uchib yuribdi. Port shahar dengizga yaqin.